duo go'yim, qo'lingizni ochib bitta duo qiling. Inshaalloh farzandlaringiz eng kamida shunaqa xonadonlar sovg'a qilish nasib qilsin. Bu videoni oxirigacha ko'ring, aniq afsuslanmaysiz. Yomg'irga qaramasdan shu uyga obzorini qilib berishga qaror qildim sizlarga. Uyimizda 12 sotuvga qurilgan belosnejniy dom, bu yerda parkovочный zona kamida 2 ta mashina uchun. Hozir esa qolgan joylarni ham ko'rsatib o'taman. Zeleniy zonalariga bitta e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu zeleniy zonaga nechta mashinani puli ketgan, unisini aniq bilmayman. Hozir men sizlarga letniy kuxnyasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda letniy kuxnya joylashgan, barbekyu zona, yozda oila davrisida mazza qilib o'tirish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishdi. Hozir esa uyning ichini qisman ko'rsatib o'taman sizlarga. Qilingan dizaynni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Fasad qismiga o'zingizlar alohida baho berasizlar. Uy ichiga marhamat. Ichkariga kirganingizda sizni shunaqa atmosfera kutib oladi. Katta hol. Mana bu lyustrani qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir qisman xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda birinchi zal joylashgan. Nastoyashi kaminlari bilan birga. Mana bu hammasi naturalniy tosh bo'ladi. Hozir qolgan joylarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda esa bizda oshxona qismi joylashgan. Mebel texnikasi hammasi chet ellik ekan. Mana bu astrobokka qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir esa men sizlarga relax zonani ko'rsatib o'taman. O'zingizlar baho berasizlar. Bu xonadonimizni kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildirib ketinglar. Mana bizlarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Naturalniy tosh. Podval qismida bu yerda bizda basseyn joylashgan, keng, katta, u yoqda turetskiy hammom, hozir esa qolgan joylarni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizni 3 qavat qilib qurilgan, hamma materiallari chet ellik ekan. Bu yerda bizda keng, katta joy qoldirilgan, barniy stoyka, bu yerda bizda kinoteatr zal, bu yerda esa sport zal qilib qo'yishgan. Xonadonimizni kimga yoqqan bo'lsa, to'liq ma'lumotni opisaniyada qoldiramiz. Kim uyini sotmoqchi yoki uy olmoqchi bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz.